Qalis. Bo'ptimi, brat? Cho'tkimi aka? Chotki qanchasiga qilib aka? Zo'ridan ko'ring. Latifani iti bo'lsin aka. Hayvoni bor. Hayvoni ham bitta eting aka. O'sha o'rmonni bitta quyon sigir chakmoqchi bo'pti-da, endi taxlabdi-da. Shunda taxlab tayyor qilib turgan ekan. Eshu taqillab qopti-da. Eshu taqillab qolgan ekan. Shunda chiqibdi-da. Qaytib kelsa sigaret yo'qmish-da. Voy, sigaretimni kim oldi? Hammani o'z dabdalayni chiqaraman desa, qarg'animda qarasa teskari uchib ketayotganmish. Voy, qarg'a, sigaretim qani desa, sigaretni qo'yver, men yerni topa olmayapman deb. Voy, aka. Nimaga Toshkent faqat mana shunaqa baklashga nasha to'g'risida aytadi, aka? Gavo, endi kulib aytaylik aka shuni. Toshkentliklar kulib emas, cho'tki gapiradi. Va, Toshkent seryozni yo'q. Aka, uzr, 1 megabayt qonimdan keching. Bo'pti, yig'lab aytinglar, aka. Yig'latib aytamiz, biz. Mana bitta eshitaylik. Ya yig'lamayman. Kulib ayta qoling. Kulib ayting, aka. Bir kuni bitta quyon sigaret taxlabdi-da. Kulamiz. Sigaret taxlab. Siz o'lmas kashay bo'lmang, Latifa ayting. Sigaret taxlabdi-da. Endi chakmoqchi bo'lgan ekan. Eshik taqillab qopti. Shunda chiqib, Kulamiz, aka, boyagi bilan bir xil bo'lyapti-yu, aka. shunda chiqib, deb kimda qaytib kelsa sigaret yo'qmish. Bunda tepaga qarasa, qarg'a. Teskari uchib ketayotganmish. Keyin, "Voy, qarg'a, sigaretni ko'rmadingmi?" desa, "Sigaret qo'yib, men yerni topa olmayapman" deyotganmish.